Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan hozirgi kunda dolzarb bo'lgan antibiotik dori vositalari. Hozirgi kunga kelib antibiotik dori vositalari qo'llash xavfi ko'p bo'lmoqda hamda antibiotik qo'llash kerak bo'lmagan holatlarda ham antibiotik qo'llanilyapti. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan antibiotikni qachon qo'llanish kerak hamda qachon foyda bermaydi hamda noto'g'ri qabul qilish xavflari, to'g'ri ishlatish qoidalari hamda antibiotik qo'llanilganda immunitetni tushirishi, antibiotik qabul qilgandan keyin immun tizim tushganda nimalar qilishimiz kerak hamda antibiotikni salbiy ta'sirlari hamda antibiotikimizni turlari, gruppalari, antibiotikimizni ta'sir mexanizmi hamda antibiotikimiz qanaqa formalarda ishlab chiqariladi, shular to'g'risida ko'rib o'tib ketamiz. O'zi antibiotik degani anti qarshi bios hayot, ya'ni tirik organizmlarga ta'sir qiluvchi dori vositalar. Ya'ni bakteriyalar tomonidan keltirib chiqaruvchi kasalliklarga ta'sir qiluvchi dori vositalarimizga aytiladi. Endi antibiotiklar qachon kashf qilingan degan savolga keladigan bo'lsak, 1928-yilda Aleksander Fleming tomonidan laboratoriyalarda mog'or zamburug'idan penisilin oladi hamda bakteriyalarga ta'sir qilishini aniqlagan. Ungacha bo'lgan davrda bir qancha infeksiyalar orqali bir qancha o'lim holatlari, epidemiya holatlari bo'lgan. Oddiy infeksiyalardan ham o'lim holati ko'p bo'lgan. Misol uchun vabo, o'lat bo'lmasam jarrohlikdan keyin infeksiyalarda ko'p bemorlar o'lim holati qayd etilgan. Antibiotik qabul qilingan, kashf qilingandan keyin ancha yengillik bo'lgan hamda kasalliklar, epidemiyalar tarqalishi oldini olingan. Endi biz qo'llanishiga keladigan bo'lsak, qachon qo'llaymiz? Antibiotik dori vositamizni bakteriyali infeksiyalarda, ya'ni bakteriyali angina bo'lsa, tanzilit bo'lsa, geymarit bo'lsa, pnevmoniya bo'lsa, bronxit bo'lsa, yo bo'lmasam oshqozon yarasi, helikobakter pylori bo'lsa, yo bo'lmasam ichak buzilishi, ichak dizenteriyalari, diareya holatlari, shigilyoz, esherigiya koli, yo bo'lmasam pielonefrit, sistit holatlarida bakteriyalar tomonidan keltirib chiqarilgan kasalliklarda qo'llaniladi. Ya'ni bakteriyalarimiz ham turlicha, masalan, streptokok bo'lishi mumkin, stafilokok bo'lishi mumkin, pnevmokok bo'lishi mumkin, mikobakteriya bo'lishi mumkin, yo bo'lmasam helikobakter pylori bo'lishi mumkin, esherigiya koli bo'lishi mumkin, salmonelyoz bo'lishi mumkin. Shu bakteriyalarga ta'sir qiluvchi antibiotiklarimiz bor. Endi antibiotiklarimizni ham turlari bir qancha, uni bakteriya turiga qarab turib qo'llaymiz. Qachon foyda bermaydi? Ya'ni foyda bermas holatlari bu virusli kasalliklarda qo'llaydigan bo'lsak foyda bermaydi. Misol uchun gripp kasalligi bo'lishi mumkin, OIV infeksiyasi bo'lishi mumkin, COVID bo'lishi mumkin, yo bo'lmasam ichak infeksiyalari, virusli infeksiyalar bo'lishi mumkin. Shu holatlarda foyda bermaydi. Shu kasalliklarga kelib chiqadigan bakterial asoratlar qo'shiladigan bo'lsa, shunda foyda berishi mumkin antibiotiklarimiz. Endi noto'g'ri qabul qilish xavflari. Qachon noto'g'ri qabul qilganimizda xavflar bo'ladi? Ya'ni noto'g'ri iste'mol qiladigan bo'lsak, ma'lum bir bakteriyalarga, antibiotiklarga chidamlilik oshadi hamda oshqozon ichak traktini buzilishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni foydali bakteriyalarni o'ldirish xususiyati bor antibiotiklarimiz. Allergik reaksiyalar bo'lishi mumkin noto'g'ri qo'llaganimizda hamda dori ta'sir qilmay qo'yishi mumkin antibiotik dori vositalarimiz. Shuning uchun to'g'ri qo'llash kerak. To'g'ri ishlatish uchun qanday qilishimiz kerak to'g'ri ishlatishda? Kasallikni turiga, bakteriyani turiga qarab turib antibiotik dori vositalar qo'llaymiz. Shuning uchun shifokor huzuriga borish kerak. Keyingi etapi antibiotiklarga частотинlik aniqlashtirsak yaxshi bo'ladi. Ya'ni balg'am ekib, CD ekib, qaysi antibiotikga частотинlik yuqori bo'lsa, shu antibiotikni qo'llasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Uchinchisi, qo'llashda vaqtini vaqtiga qo'yishimiz kerak hamda kilogrammiga hisoblab dozalashimiz kerak. Yosh bolalarda, kattalarda. Hamda davomiyligini vaqtini vaqtiga qo'yib olishimiz kerak. Keyin 5 kun, 7 kun, 14 kun, 1 oygacha antibiotik dori vositalar qo'llashimiz mumkin kasallikni turiga qarab turib. Agar vaqtini vaqtiga qo'ymay palapatish qo'llaydigan bo'lsak, antibiotiklar bakteriyalarga chidamliligi oshib ketadi antibiotiklarning. Keyingisi, qo'llayib turganimizda alkogol dori vositalari iste'mol qilmaslik kerak. Immunitetni tushirish xavfi. Immunitetni tushirish xavfi antibiotiklar bilamiz, kasallik keltirib chiqaruvchi bakteriyalarga ta'sir etishi bilan birgalikda organizm uchun foydali bo'lgan ichaklardagi yo'g'on ichak, ingichka ichakdagi foydali mikrofloraga ham ta'sir qiladi hamda 70% gacha o'ldirishi mumkin. Bizga bu foydali bakteriyalar ovqat hazm qilishda, immun tizimimizni ko'tarishda ishtirok etuvchi bakteriyalar hisoblanadi.
Antibiotiklar qabul qilingandan keyin immun tizim tush holatlari yuzaga keladi. Bu holatlarda biz nima qilishimiz kerak? Albatta antibiotikdan keyin biz ichakning mikroflorasini tiklash maqsadida probiotiklar beramiz. Probiotiklar dori vositalari bo'lishi mumkin, uy sharoitida oziq-ovqatlar bo'lishi mumkin. Oziq-ovqatlarga kefir, yogurt, qatiq, shunga o'xshagan mahsulotlar, undan tashqari dori vositalari bo'ladigan bo'lsa, Enterogermina, Linnaeus, Bifidobacterium, Lactazid shunga o'xshagan dori vositalar beriladi. Undan tashqari antibiotik qo'llanilgandan keyin tuzum tushganligi hisobiga biz vitamin D, vitamin C, sink elementlarini berishimiz kerak hamda uyqu tizimini hamda shunga o'xshagan holatlarni normallashtirishimiz kerak. Endi antibiotikni salbiy ta'sirlari bo'lishi mumkin. Bu salbiy ta'sirlari immunitet tushirish holatlari, undan tashqari disbakterioz ichak mikroflorasini buzish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Bu antibiotikni salbiy ta'sirlari hisoblanadi. Undan tashqari boshqa ovqat hazm qilish, asabiy sistemasi, boshqa tizimlariga ham salbiy ta'sirlar qilishi mumkin. Endi antibiotiklarimiz bir qancha gruppalar bor. Hozirgi kunda yuzdan oshiq antibiotiklarimiz bor hamda bir qancha gruppalarimiz bor. Sizlar bilan ko'ramiz. Penisilin gruppasi. Penisilin gruppasiga ham penisilin, ampiksilin, amoksilin, oksilin dori vositalari yana bir qancha antibiotiklar kirib ketadi. Sefalosporinlar. Sefalosporinlarni ham bir qancha avlodlari bor. Birinchi avlod, ikkinchi, uchinchi avlodlarimiz. Ya'ni bu dori vositalarimizga ko'p ishlatiladigan sefazolin dori vositamiz, ceftriaxon dori vositamiz, cefepime, cefuroxim, cefixim dori vositalari kirib ketadi. Karbapenem dori vositalarimizga meropenem, shunga o'xshagan dori vositalari, makrolid dori vositalarimizga etramisin, azithromycin, clarithromycin dori vositalari, ftorxinolon gruppasiga ciprofloxacillin, moxifloxacillin, levofloxacillin, shunga o'xshagan dori vositalarimiz, aminoglikosid gruppamizga gentamisin, kanamisin, streptomisin dori vositalarimiz, monobaktamlarga monobaktam, sulbaktam, tazobaktam shu dori vositalarimiz, tetrasiklin gruppamizga tetraksilin, doksasilin, shunga o'xshagan dori vositalari. Undan tashqari boshqa gruppalar ham bo'lishi mumkin. Masalan, metronidazol, bo'lmasa bir qancha dori vositalarimiz bor. Antibiotiklarimiz ko'p. Endi antibiotiklarimizni turiga qarab turib, ta'sir mexanizmiga qarab turib hamda bakteriyaning turiga qarab turib tanlaymiz. Endi ta'sir mexanizmiga qarab turib antibiotiklarimiz ta'sir qiladi bakteriyasid hamda bakteriostatik. Bakteriyasid bu bakteriyalarni o'ldiruvchi dori vositalarimiz. Bakteriostatik bakteriyalarni o'sish rivojlanishini to'xtatuvchi dori vositalarimiz hisoblanadi. Endi antibiotiklarimiz ham ishlab chiqarilishiga qarab turib tabletka, kapsula, kukun, flakon ko'rinishida ishlab chiqariladi. Ya'ni og'iz orqali peroral ichadigan tabletkalarimiz hamda mushak ichiga yonboshga inyeksiya ko'rinishida ishlab chiqariladigan antibiotik dori vositalarimizga bo'linib ketadi. Endi antibiotik dori vositalarimiz hozirgi kunda ishlab chiqarilishi bo'lmoqda hamda yangi avlodlari, yangi turlari ko'payib bormoqda. Endi hozirgi kunga kelib antibiotiklarni noto'g'ri qo'llash xavflari ko'p uchramoqda. Ya'ni o'zi qo'llaganda kichik birinchi avlodlardan boshlashimiz kerak. Qo'llaganda hozirgi kunda yosh bolalarga ham kuchli antibiotiklar sefalosporin, ceftriaxon, cefazolin, shunga o'xshagan ampiksilin, shunga o'xshagan bir qancha kuchli antibiotik dori vositalarimiz qo'llab kelinmoqda. O'zi boshlashda kichik antibiotiklardan boshlashimiz kerak, yengilroq antibiotiklardan boshlashimiz kerak. Undan tashqari antibiotik qo'llash mumkin bo'lmagan holatlarda ham antibiotik qo'llanilyapti. O'zi yengil holatlarda antibiotik qo'llash shart emas, organizm o'zi shu kasallik bilan kurashadi. O'zini immuniteti yetmagan holatlarda, bakterial infeksiyalarda biz antibiotiklar qo'llashimiz kerak. Og'ir holatlarda, o'ta og'ir holatlarda, yengil holatlarda organizmni o'zi kasalliklar bilan kurashish kerak bo'ladi.